qimmatli nimagadir erishish uchun biror narsadan voz kechishing zarur. Hayot menga kutganimdan o'zgacharoq saboq berdi. Baxtli xotima faqat kinolarda bo'lar ekan. Agar hayot senga kulib boqmasa, sen hayotga kulib qaragin. Bu hayotda ba'zi narsalardan voz kechish kerak. Voz kechishimiz shart. Ilgari biz osmonga qarab, yulduzlar orasidan o'z o'rnimizni izlardik. Endi esa tuproqlarga o'ralashib, bir amallab omon qolish uchun kurashyapmiz. Boshimizga qiyinchilik tushganida odatiy kunlarimizning qadriga yetamiz. Yaxshi odam bo'lish bu ham zaiflik. Nimanidir to'g'rilashni istasang, ulg'ayishing lozim. Inson o'z yaqinlarini doim yaxshi ko'radi. Ba'zida buni unutib qo'yadi. Bir dunyo xotira